Bismillahirrohmanirrohim. Hilya-i Sharif. Nur ustiga a'lo nur bo'lgan Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam afandimizning boshimiz u zotning yo'llariga fido bo'lsin shaklu shamoillaridan xabar beradi. Hazrati Payg'ambar afandimizni shunday ta'riflayapti: na uzun bo'yli, na past bo'yli, o'rta bo'yli edilar. Ko'kraklari keng, ikki yelkalarining orasi ochiq, ikki kurak suyaklarining o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. Sochlari tim qora, jingalak edi. Shajaralari Hazrati Ibrohimga taqaladi. Ko'zlari qora edi. Qoraning eng go'zal ma'nosi u zotda edi. Ko'zlarining qorasi qop-qora, oqi oppoq edi. Qoshlari xuddi ko'kdagi oydek edi. Bir tutam soqollarida bir nechta oq oralagandi. Jonimizni yo'llariga baxshida qilsak ham oz bo'ladi. Muborak tishlari sadafdek oppoq edi. Shunday hidlari bor ediki, barcha gullar hidlarining bir misolini berishga ham ojiz qolardilar. Shunday haybatlari bor ediki, yurishlarida, o'tirishlarida, har hollarida, har doim haybatlarining istisno namunalari bor edi. Kimga gapirsalar, butun badanlari bilan yuzlanardilar. Birinchi ko'rganlar qo'rquv hissini, ortidan buyuk bir rahmat tuyg'usini his qilardilar. Kimga qarasalar erib ketardi. Bunday zotni aslo ko'rmaganmiz deganlar faqat u zotni ko'rganlardir. Axloqlari shunday buyuk ediki, axloqlari Qur'on edi. U zot qanday saxiy edilarki, u zotdan otilib chiqqan saxiylik sababli dengizdan marvarid, qarsang toshdan yoqut, tikandan gul chiqardi. Agar gulzorda u zotning go'zal axloqlari haqida gapirilsa, sevinchdan og'zini ochib kulmagan, ya'ni ochilmagan biror g'uncha ko'ra olmasdingiz. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam afandimizni qanchalar eslasak oz. Bu haqida gapirsak, bizning so'zlarimiz sharaflanadi, hukmdorim. Bu Hilya-i Sharif Hazrati Muhammad afandimiz haqida chiroyli xabar beryapti. Bugunga qadar biz olgan eng go'zal hadiyadir bu, Ibrohim afandi.